albatta o'zida ehson qilgan mablag'inglarga va singlimizni olib keltirdik va yigitlarimiz tayyor turishdi inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Shunaqa qilsam, xudo xolasa shunaqa so'q kunlarda shu farzandlarimizni siz kiyintiramiz. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin, xuzoycha davom etinglar. Sizlarning har biringizga o'lim kelganda, ey Robbim, meni ozgina tirik qoldirsang-chi, men sadaqa qilib, solih bandalardan bo'lsam deb qolishdan ilgari biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan ehson qilingiz. Nak bo'ldi, prям nak. O'zingizga yoqdi. Homiyimiz g'oyibona qilib telefon orqali chiqibdi. Shu bolani kiyintirib g'oyibona qilib telefon qilib hech bir o'zimizni kiyintiring dedi. Inshaalloh. I told you I need you like now. I need you to pull up, give me face right now. I'm out in the city, show face. Rasululloh aytadilar, kim bir musulmon oilaga xursandchilik kiritsa, Alloh taolo mana shu kishi uchun jannatdan boshqa narsani mukofot bo'lishiga rozi bo'ladi. Qaytaramiz. Bir musulmon oilaga xursandchilik kiritib qo'ysa, bu xursandchilik kiritgan kishi uchun jannatdan boshqa mukofot bo'lishiga Alloh rozi bo'lmaydi. Oldinda endi qish mavsumi boshlandi. Inshaalloh yog'ingarchilik, hali qor mavsumlari bo'ladi. Otasining yerda ayrilgan jajji farzandlarimizni xursand qilishga sizlar sababchi bo'lasiz inshaalloh. Qiyomatda ham Allohning soyasida turish nasib qilsin va qiyomatda shu jajji farzandlarimiz bizlarni jannatga olib ketishi mumkin inshaalloh. Ehsonda bardavom bo'lamiz.